Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 22 aprel hafta kuniga chorshanba. Chiroqchi mashina bozoridan narxlari qanaqa? Hammaga qiziq. Ayniqsa Cobalt narxlari qiziq bo'lyapti. Cobaltlardan bitta chiroyli qism ko'rsatamiz. Kimgadir yili pastroq avtomatlar qiziqdi. Misol uchun 1920 necha pulga sotilyapti. Bitta savdo jarayonini ham qo'yib qo'yamiz. Realni 2020-yil 200 mingdan oshiqroq yurgan Cobalt baraka bo'ldi. Shuni ham bitta qo'yib qo'yamiz, ko'rishingiz mumkin. Bu savdoning usti. Endi qolganlarni biz ham qo'ldan kelgancha savdo qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi kimdir shunaqa yili sal pastroq 2019-20 so'rayapti, kimdir pachka so'rayapti. Aralashtirib bozordagi Cobaltdan bitta chiroyli qism ko'rsatamiz. Akalar, mehnat bizdan, like bosib, podдержка qilish sizdan. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hali ham obuna bo'lib qo'yinglar. O'ng tarafda qizil, qora rangda podpisatsiya obuna bo'lish turibdi. Shuni bosib, qo'ng'iroqcha yoqib qo'ysanglar, chiqargan videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Bizga uydan sotiladigan variantlar bor. Kimdir bozorga kela olyapti, musofir yuribdi, mashinasini qo'ydiryapti Telegramga. Telegram kanaliga o'tish ko'plab bilmayapti. Video pastda описание Telegram kanal manzilini qo'yaman, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Yoki mashinangizni sotmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanal orqali e'lon joylashtirib sotishlaringiz ham mumkin bo'ladi. So'raymiz, Cobalt. Ayni Onyxdan so'rab ketaveramiz. Boshliq, Cobalt nechinchi yil ekan? Avtomat mexanika? Sakadiskacha taqilgan. 2019-yil avtomat korobka Cobalt brendi Ravon ekan. Mana yangi balon, chiroyli diskachalar taqib qo'yilgan. Gidravlik rul, konditsioner ABS, gazi bor, 3-pokoleniya metan. Motor ishi bormi qanaqadir? Yaxshimi hamma yo'g'i? Chexol taqilibdi, polik tashalgan. 180 ming kilometr yurgan, brendi Ravon bo'lib chiqqan. Boshliq, buni kraskasi qanaqa? Bagajni ochib oling. Ichib o'tmagan. Kapotdan kirillari bor. Oldida-ya? Oldida kapotda kraskasi bor, shu tarafda kirlovda bor. Usti tillarni tekshirib olsa, ichiga o'tmagan deyilyapti. Aka, qayerdagi mashina? Bagajni ochib oling, bitta ko'rsataylik. Chiroqchiniki mashina. Cobalt. Savdo qilamiz. 2019 180 ming yurgan avtomat. Nech pul so'radi aka buni? Borini aytavering. 97 so'rayapti. 97. Taglari muammo yo'q, hech qanaqangi. Ko'rsatib olaveradi. 95-97 sotmadingizmi? Biz ham shuni so'ramoqchimiz, 95 naga. 5 bersin, 100 dan oshib bersin. 100 dan qancha o'tib beramiz? Realni borini aytavering. Pasiga. Sizdan 200 dollar bo'ladimi 100 dan? Sizdan kelsa o'tib beramiz. Bo'ldi. Sizdan keldim desa o'tib beramiz. Qarang, kimnidir 5 ming dollar puli borda, olmoqchi, 3 oyda uzmoqchi. Oyma-oy misol uchun 1000 2000 tashib oladi. Variant qilib beramizmi? Misol 50 pulni bersa, Xo'p. yarmini bersa, shunday hisoblaylik. Misol 2 bir oy 2000 beradi, bir oy 1000 beradi. Kelishamiz xullas, shu atrofdan bo'ladi endi. Begona bermaysiz baribir. Shunday yo'q, begona beramiz. Telefon raqam. Telefon raqam 94lik. 90 nomi nima edi? Sardorbek o'z 94lik 813 813 33 91. 33 91. Kraska, probeg, motor sostoyani, hadovo yurishlar ko'raversin bemalol. Bemalol ko'raversin. Motori ham zo'r, korobkasi ham zo'r, yog'i chalmashgan. Hadovoylari ham zo'r. Kalitni olasizlar, bir ko'rsatib kelasizlar, keyin savdo qilib pul sanaverasizlar. Eng ma'quli shuda, o'zi ustiga ko'rsatishga olishda, keyin ikkilanish muammo bo'lmaydi. Telefon qilinglar, kelishiladi. Bu hujjat gen bo'ladimi? Gen chiqadi. Qarshi shahridagi Vodiy taraqqiyot mikromoliya tashkilotidan ajoyib yangilik. Endilikda hech qanaqangi garovlarsiz kreditlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Shaxsiy avtomashinasi bor haydovchilar uchun 5 million so'mgacha, litsenziyasi bor taksi haydovchilarimiz uchun ham 10 million so'mgacha kreditlarimiz mavjud. Budjet tashkilot xodimlariga 30 kungacha 20 million so'm kreditlarni hech qanaqangi foizsiz olish imkoniyatlari mavjud. Pensionerlar uchun 30 million, tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi akalar uchun 50 million so'mlik kreditlar ham mavjud. Har doimgidek 2000-yildan yuqori istalgan turdagi avtomashinani garov evaziga qo'yib 300 million so'mgacha kreditlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Hammani Qarshi shahridagi Vodiy taraqqiyot mikromoliya tashkiloti kutib qolamiz. To'liqroq ma'lumot uchun pastdagi raqamlar telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Gen chiqadi. Onyx ham sizdanmi? Nechinchi pozitsiyasi bu? Ikkinchi pozitsiyasi. Avtosalon necha pul turibdi? 176. 176 million avtosalonda variant. Bu turbinami, atmosfernami, qanaqa? Prosta. Oddiy motor-a? Oddiy motor. Benzin tanlamaydi bular. Tanlamaydi. Yili 23 ming yurgan. 23 ming yurgan. Avtomat mexanika? Ha. Bu mexanika eng arzon variantlardan biri ekan.
Kondisioner, ABS shunaqa narsa bor-a hammasida ham. Kraska bor yoki yo'q? Toza. Salondan qanday berilib kelgan bo'lsa, balonigacha almashmagan hech-chi. Polni qo'yilgan. 2023-yil Onyx mexanika, oddiy motorli varianti, 23000 kilometr yurgan. Kraskalar top-toza. Bu qayerdikida bu? Vosxatdagi chiroq. Chiroqchiniki. Bu gen bo'ladimi? Gen ham bo'ladi. Necha pulga sotamiz? Necha pulga sotamiz aka? Bitta ximkaga pulni beramiz, o'tib beramiz. 500 ming bersangiz chotki qilib olishadi. Xemsiga qilish kerak. Bitta. Toza. Buni bering. Necha pul boshqa narxi? Buni 140 deyapsiz. Qimmat aka, 140 ga. 140 qimmatroq. Qancha so'radi bermadi? Realni savdo qilavering. 30 qildi. 130 million. Bermayapman, 30 qildi bermadim. Men aytdim 35 bering dedim. Savdomiz o'tdi. 30 ga yo'q, 35 xullas yana pastroq xaridor bo'lsa ham savdoni qo'ringlar, aka bilan mahkam savdo qilasa beradilar. Bunga nasiya bo'ladimi? Yo'q, nasiyaga bo'lmaydi, naqd. Naqdga. Hujjat gen Gen bo'ladi. bo'ladi. Bering nomer. 94lik 94lik 813 813 33 91. 33 91. Telefon qilishadi akajon. Savdoni qo'rasiz. Ko'ringlar, Onyx olmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, bularga birlamchi bank qilib olsa ham bo'ladi. Misol uchun qaranglar. 130 million kelishdinglar, 70 million pullaring bor. Qolganini 60 million bankdan berish imkoniyati ham bor. Chunki dehqon ega bilan kelishsa bo'ladi. Ikkilamchidaqa bo'lmaydi. Akajon telefon qilishadi. Hop, Cobalt. Nechinchi yil ekan akalar Cobalt kimdan ekan? Avtomat 17 000 kilometr yurgan ekan, chexol poliklar qilingan ekan, savdo bo'lib turibdi. So'rashga harakat qilamiz sekingina. Akalar salom alaykum. Cobalt nechinchi yil ekan akalar? 24. 2024 avtomat 17 000 yurgan, chexol polik. Gazi bormi? Gazi bor, propan gazi. Propan gazi bor. 145 deyapmiz. Kelishtiramiz. Kelishtiravering aka 145 dan yana. Nech pul so'rashyapti bermadik. Endi bu 11 ga borib qoldi, bermayapmiz. 132, 133 million shu atrofida bo'lib qoladi. Nomer bering iloji bo'lsa. Nomer beraver. Aytaveringlar akalar nomer. YouTube Sardorbek o'zib qidirasiz aka. Qara, salomat bo'lsiz, charchamasdan. Nomer bering, telefon qilsin. 99lik 129 48 87. Nasiya variant qanaqa kelsa bo'ladi? Qayerdagi aka mashina? Yakkabog'dagi. Ega dehqon o'zi tirikchilik emas sizlarda. Salondan bir qo'l. Kraska probeg ko'rsatib oladi. 17 000 kilometr yurgan avtomat Cobalt nechinchi yil edi? 2024-yil. Zavernos beramizmi? Yo'q. 6 soat qoladi. Tinchlik kerak. Telefon qilishadi akajon. Bozoringiz bersin. Xo'p. Libr ko'p. Bu yoqda bugun qora jentralar bozorda ko'proq. Bitta qism qora jentralardan bosib oramizmi? Bizga Cobalt qiziq-ku. Cobaltchilar layklarni bosib turinglar, biz so'rab ketaveramiz. Avtomat. Cobalt egasi yo'qmi ekan akalar? Cobalt nechinchi yil ekan? 23. Nechta yurgan? 2023-yil avtomat Cobalt 43 000 kilometr yurgan. Pozitsiya style. Gidravlik rul, kondisioner ABS, 4-pokoleniya gazi bor. Propan adashmasam. Chexol poliklar bo'lgan. 43 000 yurgan. Avtomat korobka, monitorlar qo'yib qo'yilgan. O'chin ko'rsatamiz ha? Kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi bak krishkasi hol dumaloq turadi. Shu deya. Tekshirib ko'rsatib bemalol. Propan gazi bor, 4-pokoleniya. Qayerdagi boshqa mashina? Yakkabog'da mashinasi. Necha pul so'rayapmiz? 135 kami bor. 11 mingdan pasi. 11 minglarmi?
pastroq bo'lishi ham mumkin. 130 dan past ketadimi yo'qmi o'zi? Yo'q, 130 dan balandroq. 130 dan tepaga sotiladi. Ko'rib, ko'rsatib, tekshirib savdo qilamiz. Gen. Telefon raqam 88 88 776 0083. Telefon qilinglar, Kobul so'raganlar. Shuni bu yoqqa ketib olaylik. Mashq tepagami? Esdan chiqib ketgan, qolib ketgansiz. Alohida o'tamiz, ana shu yerda. U akam chaqirdi-ku. Xullas telefon qilinglar, ko'rib ko'rsatib ovorasizlar. Kobult yana. Biz Kobultani bitta qism tushirib olaylik. Chaqaloqning o'zi kattartirib, Mexanika. Kobult nechinchi yil ekan akalar? Kimdan ekan akalar Kobult? Ko'rsak bo'ladimi? Nechinchi yil ekan? 21. Nechta yuribdi? 91. Mexanika Kobult 2021-yil 90 ming kilometr atrofida probegi bor. Gidravlik rul, konditsioner ABS 3 pokoleniyasi. 3 pokoleniya metani bor. Ishlari, chexol, holik 90 ming yurgan. Aka kraskasi qanaqa ekan? Ko'rib ko'rsatib o'g'irsin, ha? Top toza kraskasi. Ishlari. Nech pul so'rayapmiz akajon? 100 larga. 100 kam bo'lar. Nima so'radi? Jazma so'ragani yo'q. Nech pul qilib turibdi? So'rab ketadi-ku baribir. Yo sotmagansiz bo'lganmi? 105 qilyapti. Bermadingmi? 105. Telefon qilsa yana 105 ga so'raydi yoki qo'shadi, kelishasiz. Gen bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Qayerdagi aka mashina? Ularniki G'uzordiki. G'uzorda mashina. Tirikchilikmi, o'zidikimi? Tirikchilikda. Aytib eshitib sotamiz. Ma'qul kelsa, bir nima to'g'ri keladigan bo'lsa, baraka qilamiz, xudo xolasa. Nasiya beramizmi aka? Yo'q, nasiya yo'q. Nasiya yo'q. Telefon raqam 97 97 488 38 91 38. Telefon qilishadi. Boshliq bozoringiz bersin. Xo'p, Kobult. Avtomat. Nechinchi yil ekan akalar Kobult? bu yoqda. Buni ham ko'rsataylik. Buni ikkovini ko'rsatasiz. Bu nechinchi yil? 19 bu. Mexanik avtomat? Mexanika. Ekspert varianti. 2019-yil mexanika Kobult. Probeg 135 ming yurgan. Gidravlik rul, konditsioner ABS bor, 4-pokoleniya metan gazi bor. Ekspert varianti. Ekonomizerlar bor. Qo'llik tashlab qo'yilibdi, 137 ming yurgan. Qayerdagi aka mashina? Toshkent. Toshkent. Hujjat bitadimi shu yerdan? Hujjat shu yerda o'zidan bitadi. Xohlasa davernos beriladi, xohlasa 6 soat qoluladi. Notariusda pulsanasi ham bo'laveradi. Demak, 01 nomerda turibdi bu. Kraskamiz? O'sha tarafda-ya? Bu yana ko'rsataylar. Mana kapotdan mana bu yerda kraskasi borki, mana bu yerga shu yerga sepib bergan. Xullas, kapot kirloda bor old tarafda. Old orqada muammo yo'q, ha? Yo'q, hamma joy pechat. Nech pul? Naqd bo'lsa 95 ga beramiz. Naqd bo'lsa 95 ga beramiz. Nimani savdoni ko'rgan? 93, 94 qilyapti, 95 bo'lsa beramiz. 93, 94 ga ham yo'q. Yo'q. Bering telefon raqam. 88lik, 88lik 383, 383 48, 38. 48 38. Nasiyaga? Yo'q, undan narsa yo'q. Yo'q, o'z qaydanda. Xullas, telefon qilishasizda akamiz bilan kelishib savdo qilsa bo'ladi. Buni egasi bormi ekan? Bo'ldi, ketib yubordi akamiz. Kobult. Akalar, xormanglar, assalomu alaykum. Narxini bilsa bo'ladimi aka? Nechinchi yil ekan? Kobult mexanika. Metan bor ekan. Gidravlik rul, konditsioner, ABS'da bor. Nechinchi yil boshliq? 15-yil. Nechta yurgan? 2015 270 ming yurgan. Kobult mexanika. Motor, hadovo, korobka ishi bormi aka? Tirikchilikmi, o'zidikimi? Egadan. Qayerdagi ekan? Chiroqchiniki. Motor, hadovolar yaxshi holda, korobkalar zo'r. Kraskalari?
Oldi orqa DTP, kaltak. Bunaqa narsa yo'q. Ko'rib ustiga tekshirib o'radi. Necha pul so'rayapmiz? Kelishtirib ayting bitta degan qilib birdan. 90 so'rayapti. Qaysini? 70-80 gacha olib borsak bo'ladimi naqdga aka? Endi necha? 15. Yoshliq. 70 dan 80 gacha. 80 dan tepa sotmoqchisiz. So'raganlar tanish bilish, tirikchilikda qanaqa so'rashyapti? Bermadingiz. Realniy. O'zi mana shu olib chiqdi, kecha o'zi qaror qabul qildi, kecha. Necha deb turibsiz shunda hozir? 90. 90. 80 larga ko'raylik agar. Endi 90 aytgan sotilmayapsiz aka baribir. O'tib berasiz. Hozir 90 deyapti. Men aytaman 70 dan 80 ga savdo qilamiz deyapman. Yomon so'radimmi? Probek qancha jirda? 80. Xaridor bor, ha? 85 larga bo'lsa, plyus minus yoki 82 ga haydashga. Yo'q, yo'q. 80 so'rab turibdi. Bering telefon raqamingiz. 88 88lik 588 588 44 aha 54. 44 54. Generalniga ham chiqadi, o'zimiz nomimiz ayla. Egani mashinasi gendavinos bo'ladi. Qarang, 4000-5000 dollar puli bor odamga 2-3 oy nasib beramizmi? O'ylab ko'ramiz. Kelishamiz. Vaziyat to'g'ri kelsa berganingiz yaxshi. Telefon qilishadi akajon. Ko'ringlar, Cobalt egadan. Savdo qilasizlar yana, nomerlar olib qo'yildi. Ko'rsak bo'ladimi kimdan ekan? Nechinchi yil ekan? Avtomat, ha? Xo'p, aytasizlarmi narxini? Yo'q, bu olmayman. Narxini aytiraman 135. Xo'p, tushiramizmi? Qo'yamizmi? Bo'ladigan, yo'q. Shuni ayting, bo'ldi, tamom, rahmat. Xo'p. Ko'rsatmadi-ku buni? Yo'q. Nechinchi yil aka? 2014 yil. Mexanika. Mexanik. Nechta yurgan? Akalar, 2014-yil mexanika Cobalt 250 ming kilometr yurgan. Pulini kelishamiz xudo xolasa, ya. Gidravlik rul, kondisioner, ABS bor, 4-paketli gazi bor. Motorda ishi bormi yo'qmi? Borini aytavering. Yo'q, yo'q. Kamchilik yo'qmi? Hadovoy korobkada umuman ishi yo'q. 250 ming yurgan. Texnik holati yaxshi. Motor hadovoy korobkada kamchilik, xarajati yo'q deyilyapti. 389 ta ko'rsatyapti mana. Ishlari. Qayerdagi aka mashina? Ko'kdalar, Chiyaldi mashinasi. Nima deymiz? Oldi orqadan kraska. Yo'q, oldi orqa pechat. Mayda chuyda bor, hamma aylanib, ha? Oldi orqa suyagini tekshirib ko'rib olasiz. Nech pul? 60 million. Endi 50 so'raymiz aka, nima deysiz? 50 ga telefon qiladi. Gaplashamizmi? Bo'ldi, telefon nomer. 99lik 888 0010. Gen bo'ladimi? Qarang, 2000 dollar pul bersa 2-3 oyda o'tsa bo'ladimi? Yo'q, naqd. Naqd pulga chiqadi. 60 million deb turilibdi, 50 million so'rasam bo'ldi. Telefon qo'yursin, ko'raveramiz deyilyapti. Ko'ringlar, arzon Cobalt so'raganlar uchun. Ustiga ko'rsatinglar lekin olishdan oldin tekshirtirib ko'rsatib savdoni qilsanglar bo'ladi. Shunaqa vaziyat. Bozoringiz bersan akajon, telefon qilishadi. Xo'p, Nexia 3 bitta ko'rib so'raylik. Mexanika. Akajon nechinchi yil ekan? 17. Nechta yurdi? 330. 2017-yil mexanika Nexia 3 330 ming yurgan. Yangi balolar taqib qo'yilgan. Gidravlik rul, kondisioner, ABS, gazi bor 3-pokoleniya. Motor, korobka, hadovoy. Rasxod xarajat yo'qmi? Kelib qolmaydimi? Qayerdaki aka mashina? Qars. Qarshini mashinasi. Mana, o'yinlar prosta variant. Kraskasi aka. Ha, qaytgan-a? Sariq usti sepilgan bo'lganmi yoki ichlari bilanmi? Sepilishi. Usti polni sariq bo'lgan, keyin o'sha Qaytgan. oqqa qaytgan. Suya butun orqalda eshik tufaylovchi yo'q. Bu yo'llar radnoyda xullas. Kraska tegmagan hali. 2017 300 ming kilometr yurgan Nexia 3 mexanika. Metallari bor. Nech pul boshliq? Olmish. 50 lar. Yo'q. Nech pul bermadik? 56 bermadim. 60 million deyapti akamiz. Men 50 so'rasam yo'q deyapti. 56 savdoni ko'rgan. Mosh yana 55 so'raylar. Nasib qilgan bo'lsa, yaxshisi kelishsanglar, baraka bo'lib qolishi mumkin. Savdo qilishdan avval ko'ring mashinani, ustiga ko'rsating, keyin baraka qilsa bo'ladi. 90lik. 90 863. 863 88. aha 77. 88 77. Nasiya savdoga. Yo'q. Faqat naqdga. Na? Bank bo'ladi. Gen Gen chiqar. bo'ldi. Telefon qiling akajon. 23 mexanika 30 ming yurgan. 2023-yil mexanika Gentra 30 ming kilometr probegi bor.
sakkiz turibdi. Gidravlik rul, konditsioner, ABS, 4-pakaleli metani bor. YouTube Sardorbek o'z deb qidirasiz. Sizmi Sardorbek? Moskvadan kuzatdim. Rahmat. Ko'proq oylik kuzat qilaydimlar. Kam reklama ko'p bo'laydi. Reklama bo'lmasa ham bo'lmaydi aka. Mashina qani? Xo'p, hozir aka, chexol poliklar bo'lgan. O'zini radnoy magnitofonda chiqqan ekan, soatsiz variant. Ikkita oldisida abograf bor, 4-pakaleli gazi bor. Tozam kraskasi aka? Ko'rib ko'rsatib o'rtin, ha? Nechta probeg? 29 ming. 2023 29 ming yurgan mexanika. Hech bilmadim narxi. 125 bo'lsa beraman oxiri. 125 bo'lsa beramiz. 10 minggacha bir pachkaga. Ko'ramizmi? Taglar. Paskalar tushmagan. Nechta pul sotilmadi? Xaridor chiqdi. Bermadi. Xullas 10 ming dollar ustiga biror nima qo'shib savdo qilib ko'rsanglar bo'ladi. Bering telefon raqamingizni. O'sha banak 90lik 90 863 863 88 aha 88 77. Gen bo'ladimi bunda? Bo'ladi. Telefon qilishadi akalar. Aka mana mashina bo'lmaysizmi? Hozir akajon yoki qaysi bir aka? Hozir bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa ko'rsatdi aka. Bank qo'lishlaringiz ham mumkin, yetmasa. Telefon nima qilib olib qo'ying. Qaysi bir akajon? Siz Damazdan ekan. Bo'ldi aka, bo'laveradi aka. Dinle o'laydi-ku. Damazdan dinle nima? Turadimi? Xo'p, akalar bitta like bo'lsin, mashina olmoqchi, sotmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yamiz. Podдержка qilib qo'llab turinglar, reklama bosib. Obuna bo'lmaganlar bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ana shunaqa gaplar. Biz davom etaveramiz, navbatdagi qismlarda ko'rishamiz.